Sauna qurdirmoqchimisiz? Sizga noodatiy dizayndagi saunamizni obzorini qilib beramiz. Bu saunamiz to'liq kedr yog'ochidan qurib bitkizib berdik. Pechkamizga keladigan bo'lsak, elektronli pechka, orqasiga har doimgidek natural toshlardan foydalanganmiz. Ikkita burchagiga ko'rib turganingizdek dizayn sifatida Gimalayskiy tuzlardan foydalanganmiz. Patolog qismiga keladigan bo'lsak, patolog qismimizga Majvennikka originallaridan qo'yib berganmiz. Saunada yoqimli hid taratib turadi. Bu saunada yana bitta ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa второе dihaniya deb ataladi. Salqin havo kelib turadi tashqaridan. Ichiga lim, limonlarni solib qo'yib, mazza qilib salqin havodan nafas olib, masajlarni olsanglar bo'ladi. Sidenalarga ahamiyat berib qo'yamiz. 5 santimetrli yog'ochlardan foydalanganmiz. Ustilarini ko'rishingiz mumkin. Badanni hech qanaqa shilmaydi, silliq qilib ishlov berganmiz. Istalgan dizayndagi saunani bizga ishonib topshirsangiz bo'ladi. Tez va sifatli qilib qurib bitkizib beramiz. Pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar.